Bugun barliq bilim suyor azizlarimiz bilan o'rtoqlashadiganimiz so'z san'atimizni o'zgartdi. Albatta, so'z u qalbning ayniki. Qalb qandoq bo'lsa, tillarimiz shundoq bo'ladi. Demak, bir odamning har vaqt ig'izidan yaqinlik, mehr muhabbatlik, odimiyligi va axloqli gap so'zlar chiqsa, demak bu odamning qalbi pokiz, yuragi pokiz, o'zi mehr muhabbatli ekanligini isbotlaydi. Agar bir odamning so'zlaridan har vaqt haqoratlik, qo'pol, silkishlaydigan yoki odamiylikka, axloq fazilatga yot gap so'zlar chiqsa, demak bu odamning qalbi ham qordab ketganligini isbotlaydi. Shunga oldi bilan so'z san'atimizni o'zgartirishdan burun qalbimizni o'zgartirishimiz kerak. Dilimiz pokiz bo'lsa, tilimiz pokiz bo'ladi. Dil va til pokiz bo'lsa, ig'izdan chiqqan har bir so'z intayin go'zal chiqadi. Shunaqqa biz hayotimizni o'zgartiramiz yoki taqdirimizni o'zgartiramiz yoki orzu-armonlarimizni amalga oshiramiz deyotganmiz, cho'qib kishilar bilan hamsuhbat bo'lamiz, kishilar bilan hamkorlashimiz, sirdishimiz. Aniq odam bilan haqiqiy odam bo'la oladi. Yolg'iz otning chini chiqmas, chini chiqsa-mu dengi chiqmas. Hamkorlashgan uzar, hamkorlashmagan tuzar. Demak, hamkorlik, mayli tijorat, mayli xizmat bo'lsin, biz boshqalar bilan munosabat qilamiz. Hamsuhbat bo'lamiz, fikrlashimiz. Mana shu hamsuhbat bo'lish, fikrlashish jarayonida bizning so'z san'atimiz intayin muhim o'rinda turadi. Boshqalarni qoyil qilish, boshqalarning yuraklarini chekish, o'z ideyalarınız bilan boshqalar bilan o'rtoqlashish. Mana shuning uchun sizning so'z san'atingiz intayin muhim. Albatta, biz nutqning muhimligi to'g'risida, so'z san'atining muhimligi to'g'risida nurg'un darsliklarni, nurg'un hikmatli so'zlarni biz o'qigan yoki anglagan. Ba'zilarimiz o'rganish orqali, bilim orqali o'zimizni texmi mukammallashtirdik. So'z san'atimizni texmi yaqinlik, texmi tushunishlik, texmi ommiybob, texmi boshqalarningki yuragiga ta'sir berarligidek holatda o'zgartdi. Endi ba'zilar o'zgartmadi. Shuningga bugun bizning maxsus to'xtaldig'imiz so'z san'atingizni o'zgartdi. Shundalar hayotingiz o'zgaradi. Undaqda so'z san'atimizni qanday o'zgartimiz? Birinchi, degan so'zni chatoq yo'q deb berdim. Chunki nurg'unlar ma'lum bir ishni buyursa, bo'ladi yoki yo'q. Mana ish bormi? Mana qila olamsa, dars so'zlay olamsa, sana manda vazifani bersam qila olamsa, manda bir turda hamkorlashsak bo'lamdi. Demak, degan mushu so'z bularning og'ziga ram bo'lib qolgan. Degan mushu so'zlarni chiqib turibdiki, bu odamning o'ziga bo'lgan ishonchi intayin susligini, albatta bu xizmatni, bu hamkorlikni va yoki mushu vazifani o'rindashga 100% ishonchning yo'qligini, faqat majburlangan bo'lg'achqa, boshqacha amal bo'lmag'achqa, deblar so'ning eqishiga, tushning yetishiga beqib turib muomala qilayotganligini har qanday bir odam biladi. Agar mushoda degan so'zning o'rniga chatoq yo'q, men qila olaman. Men chuqum siz deganda qila olaman. Hatto sizdan oshirib qila olishim mumkin. Chatoq yo'q. Ansirma, xotirjam buni desa, qarish taraf mayli u bizning rahbarimiz bo'lsin, mayli u bizningki yetakchimiz bo'lsin, mayli u bizningki urug' tuqqanlarimiz bo'lsin, sizga ma'lum bir ishni topshirgan vaqtda, ma'lum bir gapni degan vaqtda degan so'zni o'rniga chatoq yo'qdan. Bu so'z birinchidan o'zingizga bo'lgan ishonchingizni belgilaydi. Ikkinchidan, mushu ishning qila olishingizga bo'lgan ishonchingiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ham shundaqla qarish tarafga bo'lgan ishonchni belgilaydi. Sizdan chatoq yo'q degan gapingizni olgan qarish taraf xotirjam bo'ladi. Sizdan ansirmaydi va sizga ishonadi va qayta sizga vazifalarni berdi, xizmatlarni berdi yoki har xil o'rinlashtirishlarni sizning o'rinlashtirishingizga topshirdi. Demak, idora organlarida chatoq yo'q. Biz deydigan odamlar bular asta rahbarlarning ko'ziga issiq ko'rinib, bular yuqori o'rlab rahbarlik qatlamiga chiqadi. Shirkatlarda ma'lum bir vazifalarni topshirgan vaqtda, emas, chatoq yo'q degan vaqtda buni ijro kuchi,
Buningki amaliyotchanligi, buni o'ziga bo'lgan ishonchli ko'rgan rahbarlar bularni muhim vazifalarga o'rnashtirdi. Do'stlar arami paranglashgan vaqtda, emas, chatoq yo'q desangiz, bu ajoyib yaxshi gap. Bu ishonch tush ish irqi. Nima deymiz? Ajoyib ishonch tushib turadigan. Ajoyib irqi mazmut o'zga va o'zgalarga ishonadigan, qat'iy niyati bor, qilmisi qat'iy bo'lmaydigan, qila oladigan mana shunday vazini ig'ir, ishonchli gap, chatoq yo'q degan gap. Shunga nurg'ulg'an kishilar musha deyishga odatlanib ketgan. Deb qo'ygan. Chatoq yo'q deb qo'ygan. Ikkisining urug'i o'xshamaydi. Ig'izdan chiqayotgandan keyinki, boshqalarning qulqiga yetib qolgandan keyinki, ta'sirati o'xshamaydi. Albatta, har qanday bir gap boshqalarning qulqiga yetib berishdan burun o'zimizning qulqimizga bordi. Shunaqqa ig'izimizdan chiqayotgan gap chuqum, intay aktiv, intay qizg'in, intay jonliq, intay urug'liq chiqish kerak. Degan gap bilan chatoq yo'q degan vaqtda o'zingizga bir xil qonninki o'rkashlab yiqayotganligini, o'zingizning ishonchingizni turib teshiyotganligini, mushi ishqa qat'iy bel bog'laganligingizni, qilmasangiz bo'ldi, qilmaydiganligingizni bildirdi. Shunga so'z saniyatingizni o'zgartirib, degan so'zni chatoq yo'q deb taqdim. O'zgartib qo'ying. O'zgarish bo'ladi. Ikkinchisi ixtiyori yoki ixtiyor degan so'zni siz degandek bo'lsin deb qo'ying. Masalan, ma'lum bir oshxonaga kirgan vaqtda nima yeymiz desa ixtiyor. Ma'lum bir gapni yoki ma'lum bir tanlashni bersa qanday qilamiz deb qolsa ixtiyor. Sen nima desan shu. Degandek yoki bo'lmasa aniq bir inkos bermaydi. İxtiyor deganning o'zi andaq bo'lsin bo'ladi, mandaq bo'lsin bo'ladi. Mening boshqacha fikrim yo'q demoqchi. Demak, mushu gaplar sizningki bu masalaga, bu ishqa astoydil muomala qilmaganligingizni, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni to'vanligini, bo'lsa mushu ishlarni sizga maslahat samasa siz qilmasangiz, lekin mas'uliyatni qochqanlikcha men tanlab qo'ysam, men ya A bo'lsin ya M bo'lsin desam, agar men degandek bo'lmasa xatolik mening bo'ynimga yuklanib qolarmi deb xatolikdan o'zini ep ketish. Mas'uliyatdan o'zini ep ketish, o'zini to'van ko'rish, men qilolmayman, men etamayman deganni shu isbotlashdagi gap ixtiyor. Bu gapni anglagan mayli rahbarlar bo'lsin, mayli boshliqingiz bo'lsin, mayli urug' tuqqan do'stingiz bo'lsin, bizarlik ish qiladi. Masalan, siz ma'lum bir tanlashni, ma'lum bir do'stingizga yoki ma'lum bir yaqiningizga dedingiz. Desangiz ular ixtiyor. Desa men seni og'inamda, do'stimda mani sana maslahat selamasam sen ixtiyor deysizlar. O'zingning fikringni, o'zingning o'y xayolingni deb baxmamsa, deb siz yandirib savol so'raysiz. Demak, shu odamning shu ishga tutgan pozitsiyasi ixtiyor degan gaplardan keyin chiqib qoladi-chi. Bunga nisbatan bir misolga, bir bola shu o'ziga bir oyoq tikkizmoqchi bo'lib, mozdozdan qashig'i beribdi. Va mozdoz ustam bu bolada so'rabdi. Bu oyoqning uchini bundan ushliq qilib beramanmi yoki to'rtchasi qilib beramanmi debdi. Bu bola qara chiqaramabdi. U yon o'ynabdi, bu yon o'ynabdi, oradan 5 minut vaqt o'tibdi. Shuni bilan ilqi mozdoz debdiki, "Fuka, sen qaytib 2 kundan keyin kelgan. Men sana yorg'idak oyoq tikib qo'yma" debdi. 2 kundan keyin keldi. Kelsa ilqi mozdoz bir uchini ushliq, bir uchini to'rtchasi qilib oyoq tikib tayyor qilib qo'ygan. Ilqi bola ko'rib, hayronlik bilan mozdozga gapirdi. "Men bu oyoqni qanday kiyman ustam? Birsini ushliq, birsini to'rtchasi qilibsiz-ku" debdi. Bu vaqtda ilqi mozdoz debdiki, "Sen o'zingni tanlash huquqi bor vaqtida sen tanlamading. Tanlash huquqingdan voz kechding. Shunga men sen uchun tanlab qo'ydim" debdi. Demak, amaliyotda hammamizning aql o'shimiz joyida, hammamizning tanlash huquqimiz, qaror chiqarish huquqimiz bor, lekin nurg'ulg'anlar o'zining huquqidan, o'zining salohiyatini unutib qolib, ixtiyor deb o'zining tanlash huquqidan voz kechadi. Shuning bilan boshqalar buning uchun tanlasa rozi bo'lmaydi. Mamnuniyat tuyg'usi bo'lmaydi. Shuning bilan o'tirlikda surkilish kelib chiqadi. Shunga ixtiyor degan so'zni yoki darhol o'zingizning o'y xayolingizni dam, yoki bo'lmasa ixtiyor degandek bo'lmay, siz degandek bo'lsin. Namni siz o'ylagandek o'ylagan. Ikkimizning idealimiz bir yerdan chiqdi degan gap, ixtiyor degan gap qargan vaqtda texmi orliq yaqin, texmi mehr muhabbatlik, texmi do'stona gap mavjud. Bundaq bo'lgan vaqtda munosabat texmi quyuq bo'ladi. Munosabat texmi cho'nqur tushadi. Shunga ixtiyor degan so'zni olgan siz degandek bo'lsin. Namni sizdek o'ylagan degandek mana bu so'zlarga almashtirib qo'ygan. Ixtiyor degan gapni ishlatmam.
Bu ixtiyor degan gapni men boya bir dedim. Bu o'zga bo'lgan ishonchning kamligi, sustligi, mas'uliyat va majburiyatdan qochqan odamlar ixtiyor deb javob berdi. Shuningdek, ixtiyor deganning o'rniga siz degandek bo'lsin, men shunday o'ylagan desangiz, bu qarshi taraf odami rahat his qiladi. Hem siz bilan ko'ngilning yaqinligini, ideya, fikrning o'xshashligini bilib xush bo'ladi. 3. Baribir degan so'zni, baribir degan so'zni bo'ladi. Okey deb o'zgartirib ketdim. Baribir. Masalan, yeni shu tanlash, yeni shu vazifa, yeni shu ayollar bo'lsin, do'stlarlar bo'lsin yoki har qanday bir munosabatda ma'lum bir tanlash tartib bo'ladi. Ma'lum bir fikrlar, ma'lum bir o'y xiyollar yoki ma'lum bir o'xshamasliklar bo'ladi. Mana bu vaqtda menga nisbatan baribir. O men qanday xos bo'laverdi? Menga nisbatan baribir. Hocam, degandek har xil mendan mayishlik qilsak bo'lmaydi-chi? Baribir degani o'nga bo'ladi yo bo'lmaydi. Chataq yo'q yoki okey degandek har xil gap so'zlardan kaskin mendaq bir inkas beran demoqchi. Baribir degan so'z andaq bo'lsinmi mayli, mandaq bo'lsin mayli deb yana shu bu gapni o'zingizga bo'lgan ishonchingizni sustligi, mas'uliyat majburiyatdan kechish yoki bo'lmasa qo'rqish. Elqi men mandaq bir deb qolsam bu qarshi taraf elqi nim deb qolar yoki men mandaq deb qolsam ko'ngli yerim bo'lib qolarmi, hurmatsizlik bo'lib qolarmi yoki men degan gap so'zlar fikrlar bu odamning o'y-xiyollar o'xshash bo'lmay qolsa qanday qilaman deydigan qo'rqish, tamtirash, o'diqish o'ziga bo'lgan ishonchning kamligidan bu odamlar baribir deb javob berdi. Agar sizda bilim bo'lsa, sizda ishonch bo'lsa, sizda qaysar ruh bo'lsa, siz baribir demaysiz. Ya bo'ladi, ya bo'lmaydi. Yoki mendan bunday qilayli, yoki mening mendan bunday o'y fikrim bor deb siz kaskin bo'lasiz. Shuni bilan qarshi tarafni sizga bo'lgan muomalasini o'zgartirdi. Ey to'xta, men kaskin kajima, mening qo'lidan ish chiqir kajima, men astoydil kajima, meni ijro qilish kuchi bor kajima deb sizga tutgan muomala o'zgaradi. Sizga boshqacha qaraydigan bo'ladi. Sizga hurmat tuyg'usini qaraydigan bo'ladi. Ishonch tuyg'usini qaraydigan bo'ladi. Siz bilan do'st bo'lsa, xizmatdosh bo'lsa, bir xil tog'dek yo'lanchiga erishgandek bo'ladi. Qiyinchilik uchrab qolsa, darhol sizni izlaydigan bo'ladi. Chunki sizning masalaga tutgan pozitsiyangiz aniq va keskin. Albatta, shu ba'zi odamlarning o'ziga bo'lgan ishonchi, psixik ojizliklar yoki turmushdagi ko'ngilsizliklar tufaylidan ba'zi vaqtda shu gap so'zlarni katkizib qo'ydi. Gap so'zlarni katkizib qo'ydi. Baribir, ixtiyorim yoki degandek lumlum. Ya qaynoq emas, ya sovuq emas, ilmon suvdek muomala qiladi. Shunlar qarash tarafmi buni bilan bak ilqi. Siz qizg'in bo'lmagan ekan qarash tarafmi qizg'in bo'lmaydi. Siz kaskin bo'lmagan ekan qarash tarafmi kaskin bo'lmaydi. Siz astoydil bo'lmagan ekan qarash tarafmi astoydil bo'lmaydi. Demak, bunda munosabat eng oxirida ko'ngillik oyoqlashmaydi. Shunga so'z saniyatingizni o'zgartiring degan gap amaliyotda bu sizning hayotingizga intan cho'ng ta'sir ko'rsatadi. 4. Men qilolmayman degan so'zni men uygunay deb berdim. Albatta, har qanday bir odam tug'ilishda hamma ishni qila olgan emas. Ba'zi bir ishlarni qila olmaydi. Ba'zi bir ishlarni nisbatan biz qila olmaymiz. Chunki iqtidorimizdan, vaqtimizdan, bilimimizdan cheki bo'ladi. Ma'lum bir ishlarni biz qila olmaymiz, lekin boshqalar bizning qila olmaydiganligimizni bilmaydi. Misol, idora organlarida ma'lum bir vazifani bizga topshirdi. Yoki ma'lum bir rahbarlik o'rniga chiqing dedi. Yoki ma'lum bir ishni men uchun siz qilib o'ting, vakolatlar qilib o'ting dedi. Bu vaqtda men qila olmaydim. Men uqmaydim deb ilqi qila oladigan ish bo'lsa men uqmaydim, qila olmaydim deb ilqi men jafo tortib ketmay deb jafodan qochmam. Men qila olmaydim. Men qila olmaydim. Men qila olmayman degan so'zning o'rniga men qila olmayman yoki men uygunaydim. Qilamısınız, üyensiniz bu demasmi? Amaliyotda bir idoraga o'xshash holatda ishchi xizmatchi tushgan bo'lsa, mushu ishchi xizmatchidan ishqilisdan, ya to'liq kurs yoki oliy texnikum deyli, ikkisi asosiyatning madaniyat saviyasiga qo'satga o'xshash. Lekin ma'lum bir vazifa tushgan vaqtda birsi men qila olmaydim dedi. Yeni birsi chataq yo'q dedi. U keskichlab o'rgandi. Qila oladigan odamlarni ustoz tutdi. Ularning qilish usulini o'rgandi. Demak, yana birsi qildi. Shuni bilan u rahbarlarga issiq ko'rindi. Ham ularga nisbatan men qila olar ekan, men tirishchanka, meniga men ishonsam, vazifa bersam bo'ldi-ku deb asta buni nurg'un muhim vazifalarni berdi. Shuni bilan u texnik astoydil bo'ldi. O'rganmagan narsani o'rgandi. Qila olmaydigan ishlarni qilishni o'rgandi. Shuni bilan qanday bo'ldi? U
1 yildan keyin, 2 yildan keyin, 5 yildan keyin o'xshash xizmatchi bo'lsa-mu, birisi rahbariy kadr bo'ldi, birisi adabki xizmatchi bo'lib turaverdi. Mana bu nimadagi masala desa, pozitsiyadagi masala, ideyadagi masala. Shunga qilinmayman emas, men o'ginaydim. Men qilaydim, men sinab boqaydim. Sinab boqaydim. Oyda 10 ming ko'p pul tepam yoki 50 ming ko'p pul tepam, men qilinmaydi ekanman. Men ara 3 ming ko'p pul tepib ekanman. Demay, men o'ginay, men pul tepishni o'ginay, men qilay. Farzand tarbiyasi, men o'ginay. Otani vafatini yetkizish, men o'ginay. Iqtisod ilmi, men o'ginay. Munosabat ilmi, men o'ginay. So'z san'ati, men o'ginay. Davlat tili, men o'ginay. Qonun, men o'ginay. Mana nurg'un bilimlarni biz o'rganish orqali o'zimizni qurollandira olamiz emasmi? Yusuf Qassochib bir gapni degan. O'rganmagan bilmaydi. Demak, o'rganmasak yetishni bilmaymiz. Shu bilganlarning hammasi o'rganganlar. Biz o'rgansak bizni qila olamiz emasmi? Qiyin ish yo'q olamda ko'ngil qo'ygan odamga. Men qilolmayman, men aytamayman desiz, bir qatam qilolmayman desiz, ikkinchi qatam qilolmayman desiz, uchinchi qatam u odam sizga "Ey, buni desam men o'xshash qilolmayman" deydi, bo'ldilar. Deydi, shuning bilan sizga nurg'un fursatlar boshqalarga kelib ketadi. Fursatdan mahrum qolasiz. O'sadigan fursat, xizmat fursati yoki pul topadigan fursat yoki nurg'un fursatlardan mahrum qolasiz. Bu amaliyot sizning bo'shag'ingizdan bo'lgan, o'rinlig'ingizdan bo'lgan, bir sinab bekishga jur'at qilolmaslikdan bo'lgan, bir o'rningizdan dardast turib tavakkul qilolmaslikdan bo'lgan, yig'in chaqirganda yana o'zimizga bo'lgan ishonchimizning yo'qligida men qilolmayman degan. Amaliyotda men qila olmayman. Men o'ginay desangiz, sizmi bir yillik qolmay, shu kasbni kasb ahliga aylanasiz. Sizmi qila olasiz, sizmi ayta olasiz. Odam qilganni odam qila oladi emasmi? Mana bu shunday oddiy savol. Lekin siz mana bu shunday banasatning qurboniga aylanib ketdingiz. Men qila olmayman. Ixtiyor, baribir. Degandek mana bu shunday banasatlar bilan nurg'un fursatlarni siz ketkizib qo'ydingiz. Amaliyotda odam kaskin bo'lish kerak. Odam astoyli bo'lish kerak. Odam o'ziga ishonishi kerak. Siz o'zingizga ishonsangiz, boshqalar sizga ishonadi. Siz o'zingizga ishonsangiz, boshqalar sizga ergashadi. Siz o'zingizga ishonsangiz, boshqalar sizga vazifa beradi. Dashinchi bizar bo'ldim. O'sh bo'ldim. Ajab bir deydigan mana bir gap so'zlar bor-ku. Chunki do'stlar ara bo'lsin, urug'-tuqqanlar ara bo'lsin, xizmatdoshlar ara bo'lsin, arayalar o'tirishlar bo'lsin, ancha-muncha qizarishib qoladigan. Ba'zi bir ishlar ko'ngildagidek bo'lmay qoladigan. Va yoki shu odam qarish taraf bizning ochchig'imizni keltirib qo'ydigan, tishimizga tegib qo'ydigan, yig'irimizni tatlab qo'ydigan, tuz tepadigan mana bu shunday ahvollar bo'ladi. Bu vaqtda biz yuzdan yuzga yoki boshqalarga men bizar bo'ldim. Onamdan men bizar bo'ldim. Ey, mana mushtaq qiliqni bir qilmag'ina, mushgapni bir demagina bak bizar bo'ldim men. Degandek manda paspalat tutmam. Chunki sizning ma'lum bir gap so'zlaringiz, sharkatlaringizni boshqalar sizning yuzingizga men bizar bo'ldim sendan desa, siz o'zingiz bir xil azoblanib qolasiz. Ko'nglingiz yerim bo'lib qoladi. Shunga bir odamga udul yaqin do'stingiz bo'lsa, desangiz bo'ldi, lekin bunday qiliqi normal munosabat bo'lsa, yuzdan yuzga bizar bo'ldim, o'shildim degan gapni demang. Bunday bo'lsa munosabatga dast ketadi. O'tirlikka ishonch yo'qolib ketadi. Shunga bizar bo'ldi degandan o'rniga men sal tinchlanib olay. Bugun sal kayfiyatim yaxshi emasdi. Atlatim paranglashayli. Men bir sirtib chiqib keray deb men o'zingizni sal tinchlantirib olam. Kayfiyatingizni sal besib olam. Ochchingizni sal yondirib olam. Ondan keyin men ochiq yangan vaqtda, sal tinchlangan vaqtda yana munosabat joyida bo'ladi. Yilqi ochiqni qarachi qasaq bo'lmaydi. Ochiqim keldi deb boshqalarga egizimizga kelgan gapni da'vatsak bo'lmaydi. O'ylab so'zlasangmi, o'ylab so'zla degan gap bor. Shunga har bir gap so'zni biz o'ylab turib deyishimiz kerak. Gap so'z egizdan chiqishdan burun biz boshquramiz. Egizdan chiqib ketgandan keyin u gap so'z bizni boshqurdi. Shunga egizdagi gap so'z amaliyotda bizning taqdirimizni, ishonch darajamizni, munosabat doiramizni, qo'saqdagi umash, safa, axloq fazilatni belgilaydi. Bir safoliq odam, bir bilimlik odam u o'zini tutib ola oladi. Her bir ishlarni intayin joy-joyida o'rinlashtira oladi. Hergiz yilqi boshqalar bilan til ko'tarmaydi, boshqalar bilan jidallashmaydi, urushmaydi. Chunki donolar nadonlar bilan gap talashmaydi. Shunga bizar bo'ldim, o'sh bo'ldim degandek har xil munosabatga, do'stlikqa
urug' tuqqandoshlikqa ta'sir ko'rsatgan gap so'zlarni qilmay, darkisal tinchlanib oldi. Sirtga chiqib bunday aylanib keladi. O'zining bag'isi, ko'gisi, kurashkisi odamlar bilan ko'rishib, achchig'i yanadi. Shuningdek, bizlar bo'ldim deganda o'rniga men sal tinchlanib olay. Bugun sal kayfiyatim yaxshi emasdi, atlatim paranglashamiz deb chiroyli holatda, ilmiy holatda, boshqalarga chandirib qo'ymagan holatda mushu masalani hal qilish kerak. 6. Bilmayman degan so'zni darhol ugunay deb biqdim. Darhol ugunay. Qilolmayman desakmi bo'ladi. Bilmayman desakmi bo'ladi. Lekin qilolmayman, bilmayman deyishning o'rniga men ugunay. Hozirli ugunay. Desingiz bo'ldi. Hozir masalan, hammamiz hozir pul tepish uchun tirishayotimiz. Izlanayotimiz, ugunayotimiz. Mana mushu munosabatda mol setish iqtidori bo'lsin, nutqliq, ya'ni nutqliq iqtidori bo'lsin, so'zlash saviyamiz bo'lsin, vakolatlarni qoyil qilish bo'lsin, iste'molchilarni qoyil qilish bo'lsin, rahbarlarningki va vakolatlarning ishki yoshirin kuchni qizish bo'lsin, nurg'un setish taktikalari bo'lsin. Mana mushlarni siz bilishingiz kerak. Agar bilmasangiz, men bilmayman deb turmay, men uyguna deb tarxil uyguna. Mayli pulga uyguna, mayli haqsiz uyguna. Siz bilmayman desiniz. Birinchidan, sizga ishonganlarning hammasining ishonchini yerda qo'ysiz. Ikkinchidan, siz nurg'un fursatlardan ketkizib qo'ysiz. Uchinchidan, siz bilmayman deyishga odatlanib qolasiz. O'zingizning yoshirin iqtidorni cheklab qo'ysiz. Mushu jamiyatdagi nurg'ulg'an odamlar bilmayman deyishga odatlanib ketgan ekan. Men mushu paranglashman, fikrlashman, nurg'un ishlarni qilmay bilmayman. Misol nurg'un ota-onalar farzandlar savol so'rasa, men bilmayman, ma'lumotni so'ra deydi. Shunlar farzandlarning ko'ngliga ota-ona bilmaydi ekanda, deb shu ota-onasining do'tligini bular bilib oladi. Shuning bilan ularni ota-ona bilmay turib, men bilmasam nima bo'pti deb o'zgingizni bana sayb ko'rsatib, farzandlarni shu orqali o'rganmaydigan, tirishmaydigan, nishonsiz bo'lib qoladi. Ota-ona men bilmayman degan o'rniga billi o'rganayli bolam yoki deb boshqalardan so'rab o'rganib bolasiga desa, bolalari ota-onam aqlliqkan, ota-onam bak tirishchankan, ota-onam haqiqatan bilimlikan deb hurmat nazarda qaraydi. Demak, bir farzandning ota-onasiga hurmat nazarda qarash bu cho'ng ish bu. Shunga ota-onalar bilmayman deyishdan saqlanaylik. Xizmatchilar, shirkat xizmatchilar bilmayman deyishdan saqlanaylik. Biz bilmayman, qilolmayman desak, shu rahbarlar, yetakchilar yoki oiladagi yoki yaqinlarimiz demasa, bizga bir chekit qo'yib qo'ydi. Bu qilolmaydi ekan, bu bo'shanka deganda chekitni qo'yib qo'ydi. Shuni bilmayman degan o'rniga men hozirlik o'rganay. Hozir degan internet davri, to'r davri, bilim o'rganish davri hozir. Lekin tushundingmi? Yoki tushundingizmi degan gapni tushuntiraldimmi deb biqdim. Misol paranglashimiz, fikrlashimiz, sirdishimiz, ma'lum bir masalalar, ma'lum bir savollar bo'ladi o'tir. Mana shu vaqtda tushundingizmi deb so'raydiganlar borchi? Tushundingizmi desa, qarshi taraf tushunmadim desam, yana tushundirdi aytsa. Tushundim desam, tushunmadim. Tushunmadim desam, meni do't bu bilminozma, mushu masalani bilminozma deb meni haqoratlab qolarmi degandek har xil gumoniy nazarda to'liq tushunmasimi, tushundim deb javob beradiganlar ko'p. Bilmisingiz, u ayb emas. Vaqtingiz, zikringiz bor turib o'rganmasangiz, u ayb bu. Shuna bilmayman degan so'zni o'rniga darhol o'rganay desangiz, boshqalar sizningki astoydiligingiz va boshqalar sizningki darhol mush ish tutgan pozitsiyangizni ko'rib, to'xta. Bir ishinayjimi mushni? Mushni bir ishiltayjimi? Mushning bir ishinayjimi deb sizga yo'l qo'ydi. Sizga ishinadi. Shunaqqa bilmayman degan so'zni darhol o'rganay deb biqdim. Shuna savolni tushundingizmi deb so'ramay, men sizga mushu masalani tushuntiraldimmi? Tushuntiraldimmi degan o'zi bir savol shunaqa. Demak, shu orqali men ma'lum masalani tushunolmay qoldim deb qaytadan bizga so'rasa, texmi yaqinlik, texmi yetishlik, texmi mushu masalani eng yaxshi holatda hal qilib bo'ladigan bir munosabat shakllanadi. Shunga tushundingizmi? Tushundinglarmi? Emas, men sizlarga tushuntiraldimmi? Chunki tushuntirayotgan odam siz. Deyotgan odam siz. Sizning evinizdan chiqayotgan gap boshqalarningki bilim safasi, boshqalarning turmush qarashi, ideyasiga mos kagida tushuntiraldingizmi? Ommabop usulda tushuntiraldingizmi? Ular sizning gap so'zlaringizni his qila oldimi? Shunaqqa tushuntiraldimmi degan savol eng yaxshi savol. Tushundinglarmi?
Desangiz, ba'zilar boya degandek tushundoq deb javob berishi mumkin. Lekin shu ishning mohiyatini, haqiqiy masalani bilmagachga keyin yana shu ishni xato qilib berishi mumkin. Tushundira oldimmi? Qayta so'rasangiz, ular haqiqiy tushungan bo'lsa tushundim deydi. Bo'lmasa endi sizdan savol so'raydi. Demak, boshqalarga bir qadam ib qo'ying. O'zingizga men bir qadam ib qo'ying. U hamma ishlarga kaskinlik bilan buyruq talaffuzida unda demak, taklif fikr talaffuzida desak texim yaxshi bo'ldi emasmi? Shunga shu so'z san'atimizni o'zgartirishimiz kerak. Mayli biz oddiy odam bo'laylik, mayli biz ishchi xizmatchi bo'laylik, mayli biz rahbariy o'rinda bo'laylik, yoki biz tijoratchi, korxonchi bo'laylik, so'z san'atimiz intayin muhim. Intayin muhim. Shunga ig'izimizdan chiqayotgan har bir gap so'z intayin astoydlik bilan, mehr muhabbat bilan o'zimizga ishongan holatda, boshqalarga ham kanqo'saqlik holatda safoliq, axloq fazilatlik, mehr muhabbatlik gap so'zlarni ko'proq qilaylik. Mana mushtoq qiladigan vaqtimizda munosabat eng yaxshi bo'ladi. Dushmanlarimiz oz bo'ladi. Do'stlarimiz, munosabat doiramiz ko'p bo'ladi. Yusufqa Sajibning bir gapi bor. "Ming do'stimni sana ozlik qilur, bir dushmanimni sana ko'plik qilur." Shunga boshqalarning zitiga tegmayli, boshqalar bilan urushmayli, boshqalarni haqoratlamayli, boshqalarning keyinda g'aybat qilmayli, boshqalarninki yomon gaplar qilmayli. Kanqo'saq bo'laylik, samimiy bo'laylik, rastchil bo'laylik, o'zimizning ishimizga puxta bo'laylik. O'zimizni o'zgartiraylik. Shunday bo'lgan vaqtda ishlarimiz intayin o'ngishli bo'ladi. O'zimizni o'zgartirish degan gap ideyani o'zgartirish. Ideya o'zgarsa, harakat o'zgaradi. Harakat o'zgarsa, natija o'zgaradi. Natija o'zgarsa, hayotimiz o'zgaradi. Shunga barliq azizlarning mushu so'z san'atini o'zgartirishini, o'zini o'zgartirishni chin yuragimdan umid qilaman. Agar men yaxshi gap qilolmayapman, yoki eg'zimni ochsamlar, unda yaxshi, unda ilmiy, unda safoliq gap chiqmayapti desangiz, undasa safoliq, ilmiy odamlar bilan ko'p paranglashing. Ko'p hamsuhbat bo'ling. Kitobni ko'p o'qib bering, leksiyalarni ko'p anglab bering, ko'p mashq qilib bering. Shundalar sizda o'zgarish bo'ladi. O'zgarish bo'ladi. Shunga eng aqida barliq azizlarimizningki so'z san'atini o'zgartirib, turmushni o'zgartirib, hayotiga ma'no qilishni chin yuragimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga.